Hozir o'zi arab tilidan dars beraman. O'quv markazida. Bir tilni o'rganishda, mana shu til borasida bir natijaga erishish uchun maqsad qo'yish qanchalik muhim, nima deysiz? 1 yil arab tili o'rganaman. Bu maqsad emas. Ha. Maqsad bo'lish uchun nimani, qachon, qanaqa qilib degan savollarga ham javob qo'yib olsangiz yoniga, keyin u haqiqiy maqsad bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, shu madrasadagi arab tili darslarining o'zi yetarlimi yoki yana qo'shimcha ustoz bilan ham shug'ullanganmisiz? ko'proq qilayotgan sa'y harakati, bergan vazifalarni bajarishi va shunga qarab baholayman o'quvchilarni. Yaxshi o'quvchi yoki yomon o'quvchi deb. Endi yomon o'quvchi deb tamg'a qo'ya olmayman. Klass madrasadagi arab tili o'qishdagi eng asosiy maqsad bu mutolaa ochish. Ha, to'g'ri. Bu mutolaa ochilsa bo'ldi, hammasi zo'r bo'lib ketadi degan fikrda bo'lasiz boshida. Shunga harakat qilasiz. Shu maqsadga erishgandan keyin arab tiliga qiziqishim ancha pasayib qolgan, to'g'risini aytsam. U qoidalar nimaga kerak, ortiqcha narsa-ku degan fikr paydo bo'lgan. Keyinchalik o'sha u qoidalar ham ehtiyoj tug'ilganini ko'rib, bu qoidalar ham juda ham muhimligini bilganimdan keyin maza qilish boshlaganman. Bu qoidalarni tushunib. Assalomu alaykum Ikrom aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Chaqirganimiz uchun hop deb kelganingizga kattakon rahmat. Ismim Ikrombek, familiyam Ilhomiy. Rostdan ham familiyam bu, ko'pchilik so'raydi. Pasportingiz ham shunaqami deb. Adamlarning ismlari Bahrom. Bahrom o'g'li. Birorta taxallusdan foydalanasizmi? Internetda blog yuritganda shu Mubayyin degan taxallusni o'zimga olganman. Mubayyin o'z degan profil yuritaman. Qaysi biri bilan sizni ko'proq tanishadimi? Mubayyin bilan tanishadimi yoki Ikrombek Ilhomiy bilan tanishadimi? Endi hayotda taniydiganlar ismim bilan, internetda taniydiganlar narigi taxallus bilan. Agar internetda taniydiganlar Mubayyin bilan tanisa, ko'proq odam mana shu Mubayyin bilan tanisa kerak baribir. Shunaqa markazga ham so'rab kelganda shu Mubayyin ustoz deb kelishadiganlar ham bor. Bu taxallus kelib chiqishini so'rasak bo'ladimi? Qayerdan kelib chiqqan? Karantinda uyda o'tirganda shu blog yuritish fikri kelganda nima nom qo'yishni o'tirib o'ylab qidirganman bir qancha nomlar. Arabcha bo'lishini xohlab bir qancha variantlarim bor edi. O'shaning ichida mana shuni tanlaganman. Ma'nosi shu bayon qiluvchi, tushuntirib beruvchi degan ma'no edi. Meni blogimni yuritishdagi maqsadga to'g'ri kelgani uchun shuni keyin olganman. Ham ovozi ham jarangliroq chiqadi. Ajoyib. Haqiqatan eshitish ajoyib. Bizga birinchi sizni tanishtirishning bir muhim jihat o'zingizni mutaxassisligingiz, qaysi oliy ta'limni ta'lim olgansiz, qaysi oliy ta'limni bitirgansiz, shu haqida ham qisqacha aytib bersangiz. Hozir o'zi arab tilidan dars beraman, o'quv markazida. Bundan oldin Westminster universitetini bitirganman 2019-yili. Axborot texnologiyalari yo'nalishida. Keyin qiziqishga madrasaga topshirib, madrasaga o'qishga kirdim. Keyin butun e'tiborimni madrasaga qaratib, yoni bitirib 2023-yili Toshkent islom institutiga ham o'qishga kirdim. Va bu bilan parallelni, ya'ni bitta vaqtda o'qituvchilikni ham boshladim. Shu hozirgi mutaxassisligim arab tili bo'yicha, ya'ni tilshunos desa ham bo'ladi. Qo'rqmasdan siz ikkita mutaxassislik borsa bo'ladi. Axborot texnologiyalari bo'yicha, keyin bu yoqda yana desa bo'ladi qog'ozda. 7 yildan beri umuman shug'ullanmaganim uchun esnashib ketgan hisob. Xo'p. Ustozlik faoliyatini boraman dedingiz, hamma bilib turibdi. Ya'ni arab tilini o'rgatish bo'yicha ustozsiz. Shu arab tili sohasida necha yildan beri mavjudsiz? Ya'ni arab tilini o'rganishni boshlaganingizga qancha bo'ldi o'zi? Endi arab harflarini yoshligimizda uyda o'rganganmiz. Keyin grammatikani o'zini shu litseyda o'qib yurgan paytim bir qiziqib ozgina shug'ullanganman. O'quv markaziga borib 6 oycha shug'ullanganman. Lekin asosiy shug'ullanishim madrasaga kirgandan keyin boshlangan. 0 dan boshlaganman desa ham bo'ladi. 2019-yil boshlangan bo'lsa, mana Xudo xolasa 7-yili boshlanadi yaqinda. O'qituvchilik faoliyatim 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yil. Men bundan ko'proq deb bilardim, lekin yo'q. 2023 oktyabr bo'lsa, bu yil oktyabr 3 yil bo'ladi. O'rniga kelganda bir narsa qiziq, shuni so'ramoqchiman. Arab tilini yuqori darajaga olib chiqish uchun hozir aytasiz, asosan madrasada boshladim, 0 dan deyapsiz. Shu madrasadagi arab tili darslarining o'zi yetarlimi yoki yana qo'shimcha ustoz bilan ham shug'ullanganmisiz? Yo'q, madrasani o'zini bergan bilimi bilan madrasani bitirgandan keyin shu 0 milliy imtihoniga kirib chiqib sabr olganman. O'sha sabr olgandan keyin ichimda qanaqadir o'zimga ishonch paydo bo'lgan. Chunki men ham o'ylardim, madrasada o'rganganimiz bilan bu 0 yo boshqa narsa olish qiyin bo'ladi deb o'ylardim. Lekin o'shanda sabr chiqqandan keyin ichimda qanaqadir ishonch, o'zimga qanaqadir ruscha aytganda awareness paydo bo'lgan. Keyin o'zim mustaqil har xil silsilaviy kitoblarni ko'rib chiqqanman. Har xil yangiliklarni yo bir multfilm yo kinolarni arab tilida ko'rib, ba'zi bilmaydigan lug'atlarimni o'sha yerdan o'rganib olganman.
Shu boshqa ortiqcha hech kim bilan shug'ullanmaganman. Hozir paytda u 0 milliy sertifikat o'z eng yuqori darajasi bir. Undan tashqari attanalga ham ko'p chiqqansiz menimcha. Unda necha sertifikat oldingiz menimcha? Ha, seferga o'sha 23-yili topshirgan bo'lsam, keyin yana 25-yili bahorda ikkinchi marta topshirdim, chunki 2 yilda sertifikatda amal qilish muddati tugaydi. O'zim maqsadim bor edi, что mana o'qish bilan eshitish qismida 100% natija qo'ya olaman. Oldingisida 69-70 ga chiqqanda desmasam, bu safar 75 chiqdi va bundan tashqari yozish bilan gapirishimda ham maksimalniy harakat qilaman, banan olishga dudim. Lekin ba'zi sabablarga ko'ra, bu yerda aytishga xohlamagan ba'zi sabablarga ko'ra past chiqdi. Keyin bundan jahlim chiqib, keyin Tanalga ham topshirib ko'rdim 1-2 oydan keyin va Tanalda C2 chiqdi. Anaqa o'rtacha balli C2. Boshqa qismlari ham yaxshi chiqqan. Eng qiziq joyi seferda yozib chiqqan inshoimdan ko'nglim juda ham to'lgandi. Lekin unga 57-56 qo'yishdi. Lekin Tanalda yozib chiqqanimda umuman ko'nglim to'lmagan. Shunda ham C2 ga loyiq ko'rildi o'sha yozib chiqqanim. Shunaqa holat. Hozir seferdan C1 bor, Tanaldan C2 bor. O'zingiz odatda shuning uchun menimcha o'quvchilaringizga ham ko'proq Tanal imtihoniga topshirishni tavsiya bersangiz kerak. Endi o'quvchilarga uni topshir yoki buni topshir deb tavsiya qilmayman. Har xil holati bor. Bir xil o'quvchilar buni xohlaydi, bir xil o'quvchilar buni xohlaydi. Undan tashqari moliyaviy tarafi ham bor. Tanal imtihoni seferdan 2 barobar qimmat. 3 barobar даже. Shunaqa taraflari bor. O'quvchining o'zini xohishi qaysi biriga tayyorlashni so'rasa, o'shanga tayyorlayveramiz. Mana hozir siz bilan arab tilini o'rganish, mana sertifikat olish haqida gaplashyapmiz. O'z umuman deylik, mana shu sohaga yangi kirib kelayotgan odam istalgan bir til deylik, xosatan ayniqsa arab tili. Mana shu tilni o'rganishda boshidan bir maqsad qo'yib olish qanchalik muhim? Ya'ni bir darajaga chiqishgacha yoki bir natijaga erishish uchun bir tilni o'rganishda, mana shu til borasida bir natijaga erishish uchun maqsad qo'yish qanchalik muhim, nima deysiz? Endi o'zi nimadir o'rganish uchun maqsad bo'lishi bir shart narsa emas. Maqsadsiz ham nimadir o'rgansa bo'ladi. Zerikkandan, qiziqqandan, hobbi qilib yoki maktabda hamma o'qigan. Maqsadsiz majburlikdan o'qiganmiz masalan. Yoki masalan o'zim ham shu 3-sinfda ruscha maktabga o'tkazishgan. Majbur bo'lganman rus tilini o'rganishga. Hech qanaqa maqsadim yo'q edi, kichkina bola edim. Keyin yana ingliz tiliga ham borganman. Nimaga borganman? Rus tili ingliz tilini o'rganish kerak edi. O'rganganman. Hech qanaqa maqsadim yo'q edi oldin masalan IELTSdan nechadir olaman yoki falon muddatda bir nima qilib tashlayman degan maqsadim yo'q. Shunchaki o'rganish kerak edi, o'rganganman. Chunki o'sha payt masalan hozir Xitoy tiliga shunaqa qiziqish bo'lyapti, chunki Xitoy iqtisodi rivojlangani hisobiga. Shu payt ingliz tili shunaqa narsa edi. Ingliz tili bilsang, ko'p eshiklar ochilardi. Endi hozir ingliz tilini ham ko'chadagi 11 yoshar bola ham bilyapti. Shunaqa holat edi. Ya'ni bir nima o'rganish uchun maqsad bo'lishi majburiy, zaruriy emas. Lekin bo'lsa zarar qilmaydi. Maqsadi bo'lsa zarar qilmaydi. Qanchalik muhim desangiz, agar maqsad bo'lsa yaxshi, lekin shunaqa o'quvchilar ham bor, shunaqa odamlar ham bor. Maqsadi bo'ladi, bir yil o'qishga kirishim kerak yoki sertifikat olishim kerak degan maqsadi bo'ladi, lekin harakati nol. Harakati nolga teng. Maqsad bor, harakat yo'q. Bundan foyda yo'q. Shuning uchun maqsad bo'lsa, uni oldida harakati bo'lsa, intilishi bo'lsa, ana shunda shu maqsadi haqiqiy maqsad bo'ladi. Bo'lmasa u maqsad faqat orzu havasligicha qolib ketadi. O'zi bo'lmasam mana shu so'zni aniqlashtiraylik. O'zi maqsad qo'yish degani qanaqa bo'ladi? Haqiqiy bitta odamga buni maqsad qo'ygan deb ayta olishimiz uchun u odamda nimalar ko'zga ko'rinsa, o'sha odamni qarab turib, "Ha, buni haqiqiy maqsadi bor" desa bo'ladi o'zi aslida. Hozir aytganimdek, agar maqsad qo'ysangiz, uni oldida harakati ham bo'lishi kerak. Endi buni amalga oshirish uchun maqsad qo'yganingizda qanaqa maqsad qo'yasiz? Masalan, 1 yil arab tilini o'rganaman, bu maqsad emas. Maqsad bo'lish uchun nimani, qachon, qanaqa qilib degan savollarga ham javob qo'yib olsangiz yoniga, keyin u haqiqiy maqsad bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, har kuni deylik 1 soatdan vaqtimni shu arab tiliga sarflab 1 yil ichida masalan C1 olaman, seferda yoki attanadi desa, bu maqsad bo'ladi va shu aytganini amalga oshirib qilsa, keyin shuni haqiqiy maqsad desa bo'ladi masalan. Bo'lmasa orzu havas oddiy gap bo'lib qolaveradi. Bunaqalarni ko'p ko'rdik. Ya'ni bir kishini bu haqiqiy maqsad qo'ygan deyishimiz uchun o'sha kishi avvalambor rejasi bo'lishi kerak va o'sha rejasini amalga oshirish uchun harakati ham bo'lishi kerak. Va aniq reja bo'lishi kerak. Shunchaki bir xom gap emas, aniq reja asosida men buning uchun mana bunday qilaman degan fikr bo'lishi kerak. Endi batafsil emas, mujmal
shaklda bir nimaga, qachon, qanaqa degan savolga javob bo'lishi kerak. Birinchi savolga qaytsak, bir narsani o'rganish uchun albatta maqsad bo'lishi shart emas. Ya'ni maqsadsiz bir narsa o'rganish mumkin, lekin maqsad bo'lsa bu yana ham tezlashadi. Yaxshi bo'ladi. Rezultat tez foyda bo'ladi. Ish tajribasi davomida mana shu hech farqi bo'lganmi? Maqsadli o'quvchi bilan maqsadsiz o'quvchining dars olishi, ya'ni maqsadli deganda siz aytgandagi maqsadli o'sha harakati ham aytayotgan gapiga munosib keladigan o'quvchi bilan maqsadsiz o'quvchini o'rtasida farqlar hech ko'zga tashlanganmi? Ta'lim olishida, o'zlashtirishida yoki natija qilishida? Endi men o'quvchilarni unaqa maqsadiga unaqa e'tibor qaratmas ekanman, bunday o'ylab qarasam. Ko'proq qilayotgan sa'y harakati, bergan vazifalarni bajarishi yo shunga qarab baholayman o'quvchilarni. Yaxshi o'quvchi yoki yomon o'quvchi deb. Endi yomon o'quvchi deb tamg'a qo'yib olmayman. Nima yetishmayapti bunga deb shug'ullanishga harakat qilaman albatta. Demak, men maqsadli o'quvchi yoki maqsadsiz o'quvchi bajartmas ekanman, faqat sa'y harakatiga qarab farqlar ekanman. Tushunarli. O'zingizda-chi, mana misol uchun o'sha arab tilini yangi o'rganishni boshlagan paytingizda qanaqangidir oldindan tuzgan rejalaringiz, oldindan tuzgan qadamlaringiz bo'lganmi? Misol uchun qanchadir vaqt ichida buni amalga oshiraman. Keyin yoki vaqt o'tgandan keyin ham boshlang'ich paytda bo'lmasa ham vaqt o'tgandan keyin shu narsa paydo bo'lganmi hech? Endi madrasada siz ham o'qigansiz. Bilasiz, madrasadagi arab tili o'qishdagi eng asosiy maqsad bu mutolaa ochish. To'g'ri. Bu mutolaa ochilsa bo'ldi. Hammasi zo'r bo'lib ketadi degan fikrda bo'lasiz boshida. Shunga harakat qilasiz. Endi mutolaa ochish uchun nima qilish kerakligi hech kim sizga o'tirib tushuntirmaydi. Faqat mana shu dars qil deydi. O'shanda endi o'qituvchilarni ko'rganman. O'qituvchilarimiz ham shu yo'lni bosib o'tishganligi uchun ularga to'laqonli ishonib, demak, bular aytganini qilsam, men qachondir mutolaa ochilar ekan deb o'ylab, men ham indamay nima deysiz o'shani qilganman qo'ldan kelgancha. Shu maqsad shu mutolaa ochib, keyinchalik boshqa bilimlar, ya'ni arab tilida yozilgan boshqa kitoblarni bemalol harakatsiz o'qiy olish malakasini o'zimda hosil qilishga harakat qilganman. Sekin emas, yaxshigina tezlikda erishganmiz bu maqsadga. Lekin shu maqsadga erishgandan keyin arab tiliga qiziqishim ancha pasayib qolgan, to'g'risini aytsam. O'zi shunaqa bo'ladi odatda. Odamga motivatsiya berib nimadir bo'lmasa jarayon sekinlashib qoladi haqiqatan. O'sha erishib olgandan keyin narigi kitoblarga o'tib ketib, sarf nahv bilan uncha shug'ullanmay ham qo'yganman. Nahvdan ozgina nahv fanini uncha yoqtirmagan paytlarim ham bo'lgan. Chunki men bu yerda bunaqa oddiyroq kitoblarni o'qiy olmayman, bemalol boshqa. Nimanta qiyinroq kitob yoki adabiy kitob yoki murakkabroq yozilgan kitobga hali tishim o'tmaydi. Unaqa kitob hali o'qitilmaydi ham 2-3 kursda. Lekin biz nahvda o'sha shunaqa murakkab qoidalarni ham o'qiymiz. Amaliyotda uni ko'rmasdik-da. O'shanga u qoidalar nimaga kerak, ortiqcha narsa-ku degan fikr paydo bo'lgan. Keyinchalik o'sha u qoidalar ham ehtiyoj tug'ilganini ko'rib, bu qoidalar ham juda ham muhimligini bilganimdan keyin maza qilish boshlaganman. Bu qoidalarni tushunib, keyin yana boshqatdan o'rganib, yaxshilab chuqurroq o'rganganman. Shunaqa, shuning uchun o'ylaymanki, maqsad qo'yganda odam juda ham yuqori maqsad qo'yish kerak ekan deb degan xulosaga kelganman. Ya'ni faqat shu mutolaani ochib olsam emas, balki bemalol arabcha yozilgan eng murakkab kitoblarni o'qiy olaman degan maqsad, masalan, yokida o'sha johiliyat paytidagi qaysidir shoirlarni kechasi ilhomi kelganda yozib qo'ygan she'rlarini ham o'qib bemalol tushuna olaman lug'atsiz degan maqsad qo'ysa, ana unda bu haq maqsad bir juda ham foydali bo'ladi va u o'rganishi asosida to'xtab qolmas ekan. Ya'ni qachondir to'xtab qolsa ham, qachondir qurbon bo'lib ketsa ham, u ham o'sha yuqori darajada qurbon bo'lgan bo'ladi. Yarim yo'lda emas. Yarim yo'lda emas. Shunaqa bo'lar ekan. Shunda ham masalan maqsadiga erishgandan keyin to'xtab ham qolmas ekan. Chunki u maqsadga erishish juda ham ko'p vaqt talab qiladi. U maqsadga erishgandan keyin o'sha odamga maqsad qizig'i ham qolmaydi, chunki ancha yo'l bosib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun kimdir maqsad qo'ysa o'ziga o'zbek tilida aytilgandek, osil sen balandorlik osil, o'ligingni hamma ko'rsin deydi-yu. Shunaqa qilish kerak ekan. Oldindan maqsad katta qo'yish kerak, o'shanga harakat qilish kerak. Tushunarli. Hozir bitta gapingizdan ustozlarni ko'rganman, o'zi qiyin ish emas, lekin ustozlarni ko'rganman, ustozlar shu yo'lni bosib o'tgan, shuning uchun nima deysa qildim deysiz. Demak, bu yerda maqsaddan tashqari, ya'ni bitta narsani o'rganishda yaxshi ustoz tanlab, keyin shu ustozga butunlay suyanish, shu ustozga butunlay ishonish degan narsa, uslub degan narsa muhim. Shunaqa. Bu ham o'zi asli katta mavzu, bunga bitta alohida bitta podkast qilamiz, suhbat qilamiz, xudo xohlasa. Hozir mana maqsad qo'yish yoki maqsad bo'lmasligi haqida gapirishdik-ku. Aytganingizdek, maqsadi yo'q kishi ham bir narsa o'rganishi mumkin, biroz, lekin maqsad qo'ysa, yana ham yaxshiroq, tezroq natija bo'ladi deyapmiz.
maqsadni noto'g'ri qilib qo'yish holatlari ham bo'ladimi? Misol uchun bitta o'quvchi bir narsani o'rganishda, mana deylik bizning sohada mana shu arab tilida maqsad qo'ygan, maqsadini noto'g'ri qilib qo'ygan. Shu qanchalik ziyoni bor yoki qanchalik ta'siri bor bir narsani o'rganishga? Masalan, men birinchi boshlayotgan odam hech qachon bir g'arazli maqsad qo'ymaydi oldiga. Chunki uni qanaqa maqsad qo'ysan, bir xato maqsad qo'yibsan deb bo'lmaydi. Lekin masalan, shu narsani o'rganib bir pul topaman, boyib ketaman deb o'ylasa, masalan, yoki dunyoviy narsalarga bog'lanib qolsa, ozgina ilmida baraka bo'lmasligi mumkin. Bizga ko'p takrorlanardi bu. O'rgansalaring ixlos bilan xolisona o'rganlaring, hech qanaqa dunyoviy g'araz maqsadlarni qo'ymalaring deb o'rgatishardi. Shu narsa to'g'ri ekan uncha. Chunki masalan, pul uchun o'rganib keyin o'qituvchilik qilaman yoki nimadir qilaman deb o'rgansangiz, maqsadingiz o'sha pul topib kungacha bo'lib qolar ekan. Lekin to'g'ri maqsad qo'ysangiz, yaxshi maqsad qo'ysangiz, demoqchiman, pul ham topar ekansiz, niyatingizga ham erishar ekansiz, ixlosli bo'lsangiz, savob ham olar ekansiz oxiratingiz uchun masalan. O'shaning uchun dunyoviy narsalarga maqsad qo'ymaslik kerak ekan, birinchi fikrim. Ikkinchisi, hozir aytganimdek, past maqsad qo'yib qo'yish. Past qo'yib qo'ysa, o'sha masalan, o'quvchilarimiz bor, B2 oladi bo'ldi. Tashab qo'yadi arab tilini. Shuncha payt o'rgangan narsasi esdan chiqib ketadi. Uni motivatsiyasi shu mash B2 gacha edi, bo'ldi, shundan keyin o'chib qoladi. Shunaqa oldimi bo'ldi, sertifikati bor, lekin bir oydan keyin nimadir so'rasa, esda bo'lmaydi. To'g'ri, qanaqa maqsadiga erishgandir, lekin shuncha mehnati, vaqti ketdi, puli ketdi. Bir nimalik bo'lib qolgani yaxshi-ku, desangiz. Shunda bir kattaroq yaxshiroq maqsad qo'ysa, B2sini ham oladi, o'zida nimadir ham qoladi, keyinchalik yana qanaqadir yangi eshiklar ochilar. Bu ikkinchisi. Uchinchisi ham bor. Bir xil o'quvchilar yoshlarda ko'p bo'ladi, ayollarda ayniqsa. Maqsadiga juda ham bog'lanib qoladi. Shu narsani olsam oldim, olmasam qiyomat deb o'ylaydi. Maqsadiga erishmasa keyin sinib qoladi. Juda ham qattiq sinib qoladi. O'qish ham tashlab yuboradiganlari ham bor. Yoki uni qaytarib yana o'qishga, yana tiriltirish uchun ancha kuch kerak bo'ladi. Shunaqalar ham bor. Demak, maqsad qo'ydingizmi? Bo'ldi, u maqsad bir ikkilamchi narsa bo'lib tursin bir chekkada. Siz yo'lingizda davom ettiring. Maqsadingizga erishmadingizmi? Yana ozgina harakat qiling. Ikkinchi marta harakat qilib ko'ring, uchinchi marta harakat qilib ko'ring. Bo'ladi. Ba'zi o'quvchilar bor, masalan, B2 olishim kerak, institutga kirishim kerak deb 3 marta topshirganlar bor, 4 marta topshirganlar bor. Rekordi 4 ta. 3 marta B1 olib, 4-ta B2 olgan. Hozircha bu shaxsiy rekord. Mana qanaqamda tajribamda. Shunaqa. O'shangiz maqsad juda ham bog'lanib qolmasligi kerak ekan. Shu dunyoviy maqsad qo'ymaslik kerak, past qo'ymaslik kerak, juda ham bog'lanib qolmaslik kerak. Shunda bir chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli. Demak, maqsadni dunyoga bog'lab, ya'ni pulga bog'lab qo'ymaslik kerak, katta maqsad qo'yish kerak va maqsadga erishish yo'lidagi qiyinchiliklarga ham tayyor turish kerak. Qisqa qilib aytganda, o'sha muvaffaqiyatsizlik bo'lgan paytda bittada bo'ldi, menga o'xshamadi deb sinib qolish ham mumkin. Odatda mana shu, misol uchun birorta o'quvchi bo'ldi, men B2 olsam bo'ldi yoki yana hozir paytda arab tilini o'rganishdan maqsadlardan bittasi imtihonga tayyorgarlik. Shu imtihongacha o'rganib olsam bo'ldi degan o'quvchiga alohida bir nasihat qilib, yuqoriroqga intilish haqida nasihatlar bo'ladimi yoki mayli o'zini istagini amalga oshirsin, men unga qo'limdan kelgancha yordam beraman, keyin o'zi xohlagan paytda to'xtatadi deysizmi? Qanaqa, ya'ni reaksiya bildirasiz u maqsadi kichikroq bolaga, siz tilingiz bilan aytganda maqsad kichkina bolaga? Endi alohida gapirmayman, umumiy nimadir deb qo'yish mumkin, lekin nasihat o'laroq. Odatda bular ko'p o'quvchilar shunaqa maqsad bilan kelganlari ham qanchadir vaqt o'rgangandan keyin o'zi qiziqib qoladi. O'zi keyin yana o'rganamanga tushib qoladi. Hay bo'ldi, bor ana ikkinchi faningni, ikkinchi blokdagi fan, majburiy fanlarni o'rgan, ulardan sertifikat olsangiz ham yo'q, men o'qiyman deb keladiganlar ham bor. Ya'ni o'zi yaxshi o'qitsangiz, sekin o'zi qiziqib qolar ekan. To'g'ri. O'tirib alohida nasihat qilish shart emas ekan. Xo'p, mana bitta o'zimda yana bir hozir savol tug'ilib qoldi. Bir xil o'quvchilarda tajribada o'tgan ba'zi ustozlar bilan gaplashganimda shunaqa holat bo'lganini aytishadi. O'quvchi boshida yaxshi maqsad bilan keladi yoki deylik maqsad deganda bir sertifikat olaman yoki imtihon uchun tayyorlanaman emas, yaxshi o'rganaman deb keladi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin o'qituvchisini ko'radi, o'shalar orqali pul topayotganini ko'radi, birdan dars berib aynan pul topishga qiziqib qoladi. Hech shunaqa tajribangizdan o'tganmi? O'zi hali darajasi yetarli emas, lekin maqsadi o'zgarib qoladi. Shu tezroq sertifikat olsam, tezroq o'qituvchilik qilsam, pul topsam degan
hech tajribadan o'tganmi? Agar tajribadan o'tgan bo'lsa, unga qanaqa ish qilgansiz? Tajribadan o'tmagan bo'lsa, bunaqa bolalarga nima qilish kerak, qanaqa yo'l tutish kerak deb o'ylaysiz? Ularni deylik, shunaqa odam ko'rib turgan bo'lsa, shunaqa odamga nima deb nasihat qilgan bo'lardingiz, misol uchun? Tajribamda hech bunaqasi bo'lmagan menimcha, Xudoga shukr. Endi hamma odam har xil. Agar qilib ko'rmoqchi bo'lsa, qilib ko'rsin mayli, lekin o'zini o'qish qolib ketmasdan deb nasihat qilgan bo'lardim agar ko'rsam. Endi biz o'quv markazida o'qituvchimiz haftasiga 2 marta yoki 3 marta ko'rishamiz. Bizlarni ularni biron yo'lga boshlash yoki nimadir nasihat qilishga uncha kuchimiz yetmay qoladi. Har kuni ko'rganingiz yoki majburiy ta'limda o'qiyotgan o'qituvchisi bo'lsangiz yoki kurator bo'lsangiz, sekin bir nima qilib unga ta'sir o'tkaza olsangiz, bizlarning unaqa darajada ta'sir kuchimiz yo'q lekin. Shunisi ham bor. Dars berish masalasiga qanaqa qaraysiz? Qachondan boshlab turib, ya'ni qaysi darajaga chiqqandan keyin o'quvchiga dars berishga ham ruxsat berish kerak, shu dars bersa ham bo'ladi deb o'ylaysiz? Qachongacha, qachondan boshlab turib, misol uchun? Endi bu individual yondashish kerak. Hammada har xil kimdirlarning talanti bo'ladi o'qituvchilikka, dars berishga, o'zi hech narsa bilmasa ham nimadir o'rgatib qo'ya oladi. Noto'g'ri ma'lumot berib o'rgatsangiz ham o'rgatib qo'yadi. Shunaqa odamlar ham bor. Endi bir xilda talant bo'lmaydi, umuman o'qituvchilikka yaqin ham kela olmaydi. U zo'r bilimi bo'lsa ham hech narsa tushuntira olmaydigan odamlar ham bor. Ya'ni bilish boshqa, o'rgatish boshqa. Shunaqa. Shunga qarab, odamiga qarab etsa bo'ladi. Endi maslahat berardim o'quvchilarga unaqa dars berishga shoshilmasliklarini. Masalan, o'zim ham o'sha 4 yil tinmay o'qib, keyin dars berish boshlaganman. Shunda ham ancha qiynalganman bir boshida. Qaysidir bemalol dars berish darajasiga chiqqunimgacha ancha qiynalganman. Shuning uchun unaqa dars berishga shoshilmaslik kerak, chunki siz dars berayotganingizda o'quvchilarda har xil savol tug'iladi. Sizni xayolingizga kelmagan savollar tug'iladi va o'sha payt siz javob bera olmay qolsangiz yoki o'zingiz kalolanib qolsangiz, o'quvchilarning oldida sizdan ancha obro'yingiz to'kilib ketadi. O'qituvchilik haybati yo'qoladi ya'ni. Shunaqa joylari bor. O'shanga deydi, qanaqadir yuqoriroq darajaga chiqib, keyin dars berishga o'tgan yaxshi deb o'ylayman yoki pastroq daraja bo'lsangiz ham bittada o'zingiz mustaqil o'qituvchi bo'lmasdan kimdirga yordamchi bo'lib yoki shogird bo'lib yoki ko'p markazda hozir yordamchi o'qituvchi degan narsa ham qo'shilgan. Shunaqalikdan sekin boshlab chiqqan yaxshi. Shunda ozgina tajriba orttirib, bilmagan narsalaringizni, bilimingizdagi bo'lgan probellarni, ya'ni bo'shliqlarni to'ldirib olgan bo'lasiz. Amaliyotda, ya'ni faqat nazar emas, amaliyot orqali ham. Amaliyot ancha kuchli, u darsda o'tirganingizdan ko'ra. Odatda bir guruhda maqsadlari mushtarak bo'lgan o'quvchilar jamlanadi. Misol uchun, umumiy bitta sertifikatni reja qilgan bo'lishi mumkin yoki umumiy bitta imtihonni reja qilgan bo'lishi mumkin. O'shanaqa o'quvchilarning guruhiga maqsadsiz bo'lgan yoki darsga beparvo qaraydigan deylik, misol uchun. Maqsadsiz deganda boyagidek, sizni tilingizda aytgandek maqsadsizda, o'zim maqsadim bor deb aytaveradi, lekin qilayotgan harakatlari, o'shanaqa bolani alohida maqsadi bor bir jadal guruhga qo'shishlik yoki o'shanaqa guruhga o'shanaqa bolalarni bir nechtasini qo'shishlikka nima deysiz? To'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi? U qanchalik bir-biriga ta'sir o'tkazadi? U yaxshisi yomonigami, yomoni yaxshisigami? Endi Toshkent realiyasidan kelib chiqib aytsak, bunaqa qilish imkoni ham kam. Chunki ko'p markazlarda, aynan arab tili haqida gapirsak, o'zi guruh to'ldirish muammosi birinchi kun tartibida birinchi bo'lib turadi. O'zi guruh to'ldirish yoki guruhga odam yig'ish muammo. Ko'p o'qituvchilar endi markaz uchun ishlaydi. Markaz bergan guruhni o'qishga majbur. U endi bitta o'quvchini yo'q o'qimayapti, chiqazib yuboraman desa, yo'q o'qitasan deya oladi ham markazda. Sanat kelmagansan deydi. Shunaqa joylari bor. Biz buni olib kelishga qancha target yoqqanmiz balobatlar degan gaplar ham bo'ladi. Shunaqa, ya'ni ko'p o'qituvchilarda buni imkoni yo'q. Bu o'quvchini o'qitaman, buni o'qitmayman yoki buni bu guruhga olaman deb anaqa qila olmaydi. Keyin uni o'zi ham yoki ota-onasi ham kelib pulni to'lab qo'ydim o'qitasan degan har xil gaplar ham bor. Ya'ni hozir bu anaqa bir yaxshi tarafga hali o'zgarmagan shunaqa narsalar bor hali ham. Shunga majbur baribir birga o'qitishga. Guruhda bor o'quvchini o'qitishga, uni bu yoqqa olib chiqish, bu yoqqa olib chiqish iloji yo'q. Faqat bu narsani sanoqli o'qituvchilar yoki sanoqli markazda qila oladi. O'zini bir kamida bir brendi bor, yaxshigina auditoriyasi bor odamlar shunaqa qila oladi. Endi meni o'zimda ham maqtamoqchi emasman, bunaqa imkoniyatim bor masalan. Uni hammamiz bilamiz, buni olib qolib yoki buni qo'shmayman deya olmayman. Markazga ham ayta olmayman, o'quvchini o'ziga ham ayta olmayman. Lekin o'ylaymanki, u maqsadi bor, maqsadi yo'qni aralashtirish
shu orqasidan qanaqadir katta zararlar kelmaydi deb o'ylayman. Chunki maqsadi bor odam har qanaqa holatda ham o'qiyveradi. Uni maqsadsizlarning ichiga bitta o'zini tiqib qo'ysangiz ham o'qiydi. Shunaqalarning ichida yursa ham o'qiydi. Maqsadsiz bola qaytangi bunaqalarning ichiga tushib, ularning harakatini, o'qiyotganini ko'rib havas qilib yoki hasad qilib o'rganish boshlashi mumkin. Faqat plyusga ishlashi mumkin, minusga emas deb o'ylayman. Menimcha shunaqa. Shuning uchun nima deydi, aralashtirib o'qishda zarar qilmaydi deb o'ylayman. O'sha harakati sust bo'lgan o'quvchilarni biyodiy o'quvchilarga ta'sir qilmasa ham darsni sekinlatishga sabab bo'ladi degan bir fikrim bor, lekin o'zgartirdim o'sha fikrni. Ya'ni hozir deyarli sizga o'xshab fikrlayman, faqat oldi ketayotgan o'quvchiga qarab harakat qilaverish kerak ekan. O'shanda o'qimaydigan bola yo'q qo'shilib o'qib ketar ekan yoki o'zi kuchaytirgan paytda sekin chiqib ketar ekan. Tushunarli. Demak, birinchidan o'zi aslida iloji ham yo'q hozirgi paytda va iloji bo'lgan taqdirda ham baribir qo'shib o'qitirgan yaxshiroq. Chunki masalan, o'qimaydiganlarni alohida guruhga qilib qo'ysangiz eng rasvoyi shu bo'ladi. U guruhga bo'yingiz kirgizib kelmay qoladi keyin. Chunki zotni hech kim kirmaydi, hech kim o'qimaydi deb. Shunaqa. O'shanga alohida qilish yaxshi ish emas, aralashtirgan yaxshi. Endi qarang, hozir misol uchun o'z maqsad haqida gaplashyapmiz. Baribir ko'pchilik hozir ko'p podkastlarda ham yoki ko'p ustozlar ham ko'p mana treninglar ham deymiz, ko'p odamlar maqsad qo'yish haqida keskin gapirishadi. O'shani hisobiga hozirgi paytda oldingi unaqa emasdi. Oldin siz aytganingizdek haqiqatda biror til o'rgansa, juda oldinga qattiq maqsad qo'ymasdan shunchaki o'rganishim kerak ekan deb boraverdi. Rejalar tuzmasdi. Lekin hozir o'sha boya aytganimdek ko'p podkastlarni, ko'p mutaxassislarning fikri natijasida hamma oldindan reja tuzyapti. Misol uchun men 2 yilda arab tilidan bunday sertifikat olishim kerak. Men bu narsani qilishim kerak, men ketishim kerak deydi. Buni nimaga aytayapman? Arab tili qiyin til. Hozir bitta bironta bola arab tilini o'rganishni boshlayotgan paytda o'ziga reja tuzib kelsa, misol uchun deylik, u oldin ingliz tilini ko'rgan, ingliz tilida 1 yilda bunday natija qilsa bo'ladi degan fikri bor. Arab tilida ham xuddi shuni ingliz tiliga qiyoslab reja tuzib kelsa-yu, lekin boshlangan paytda ma'lum bo'ldi, arab tili ancha qiyin. O'sha paytda o'quvchini holatiga qanaqa ta'sir qiladi? Yangi boshlayotgan o'quvchiga shuni oldindan ogohlantirish kerakmi, arab tilini qiyinligi haqida, rejasini uzoqroqqa mo'ljallash haqida yoki indamasdan o'z holiga tashib yurish kerakmi? Nima deysiz? Endi birinchidan arab tili qiyin til emas. O'rganish oson. Sarf bor, nahv bor, bir dunyo lug'ati bor. Bir dunyo bor, salgina ko'proq. Endi lug'at yodlasangiz, masalan, sarf o'qisangiz, bitta so'z bilan 190 ta so'z yasalaysiz-ku. O'sha sarfdagi bir nechtadir mavzu bor. Nahvda o'rganadigan narsamiz i'roblash. 6 ta raf o'rni, 11 ta nasb o'rni, 2 ta jar o'rni, 4 ta ergashuvchi, 30 ta mavzu uzog'i. Kichkina fan. Qiyin emas aslida. Shuni fikrini yetkazish kerak. Ya'ni qiyin desangiz, qiyin ekan deb miyasida o'zi yopib oladi bola. O'shaning uchun yo'q, oson deb o'rgatirish kerak. Chunki rostdan oson. Ozgina nima deydi, o'qituvchi manipulyatsiya qilish kerak bolaning fikri bilan. Yaqinda bitta boshqa o'qituvchi bilan shu haqida gaplashgandik. U ham aytayapti, dars o'tishingiz menga ma'qul, faqat shu bolalarning fikrini ozgina shu manipulyatsiya qilishga ko'proq e'tibor qaratsangiz yana ham yaxshi bo'ladi deydi. Bir ikkita mavzularda bugungi mavzu ham sal qiyinroq, chunki ko'proq vaqt oladi deb qo'yardim. Unaqa demayman, bir xil mavzularda bu oson bilasan, oson deb ketaman. Shunga ham sal boshqacha yondashing dedi. Ya'ni masalan, qiyin mavzu bo'lsa ham endi o'quvchilar ko'p boshqa yerda o'qib kelgan bo'ladi yoki tanishdan eshitgan bo'ladi. Masalan, bitta mavzu boshlash maf'ul mutloq deylik. Ko'pchilik yaxshi tushunmagan bo'ladi yo boshqa qiladi. Qiyin degan fikr bilan keladi shu mavzu o'rganishga. Siz aytasiz, bu mavzuni ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi. Nimaga? Chunki o'zi yaxshi tushunmagan. Shuning uchun qiyin deydi. O'zi qiyin emas. Keling, buni bugun isbotlaymiz deb masalan dars o'tamiz va buni masalan deylik 7 minut 38 sekundda bugun isbotlaymiz deymiz-da. Endi mavzu o'tganman video yoqib qo'yaman odatda. Keyin tashlab qo'yishga. Keyin deylik masalan 7 minut 21 sekundda dars o'tib qo'ysangiz, mana bu mavzuni osonligini isbotladik. 17 sekund cho'nchagimizda qoldi deb tugatdik. Shunaqa ma'noda bir bolani fikri uyg'otsangizki, oson ekan deb, u ham harakat qiladi, oson narsa ekan, tushunishim kerak ekan deb. Yoki ozgina o'ziga tashlash kerak. Ya'ni o'rgansa bo'ladigan narsa, challenge deydi ingliz tilida. Challenge qilib o'rgatsangiz bo'ladi. Shuni topib ko'r nimaga. Ko'pincha men shunaqa mavzu o'tgan shunaqa savol beraman. Nimaga bunaqa deb o'ylaysizda? Mana nima bo'ladi deb o'ylaysizda deyman. Ko'pincha o'ziga to'g'ri javob berishadi. Shuni o'zim aytib ketsam bo'ladi. Esda qolmaydi u. Esda qolmaydi ham. Keyin o'zi yetib borgan narsasi unga qimmatliroq bo'ladi. Shuning uchun nima deydi? Arab tili qiyin degan fikr umuman o'quvchiga yetmasligi kerak. Olib tashlash kerak.
kun Arab tili tartibidan oson yo'q. til. Arab tili oson til, juda ham oson til. Ingliz tilidan ham oson til. Ha. 84 ta zamonimiz yo'q. Fe'llarimiz ham 2 ta zamon. Ha. Endi o'zi tuzib keladigan rejasi desangiz, shuning uchun birinchi darsda masalan men o'zimni dasturimni tushuntirib olaman. Ya'ni u hali reja tuzishidan oldin siz unga reja tuzib berishingiz kerak. Ha. 6 oyda o'rganaman deb o'ylagan bo'lsa, masalan, yo'q, bizda dasturimiz 10 oylik, masalan, menda birinchi bosqichim 10 oylik. 2 oy mana buni o'rganamiz, 3 oy mana buni o'rganamiz, 4 oy mana buni o'rganamiz. 9 oydan keyin mana buncha lug'at yodlagan bo'lasan, mana bunaqa mavzularni bilasan. Xudo xolasa 10 oydan keyin sekin seferga kirib B2 olib chiqsang bo'ladi agar aytganimni qilsang. Qat'iy shart bu. Bo'lmasam kim ma'lumot qiladi. Bo'lmasa shunaqa. Shuning uchun nima deydi? Birinchi o'zingiz rejangizni tushuntirib, uni miyasiga o'zingiz rejangizni qo'yib qo'ysangiz, ya'ni balandparvoz rejada qilib yurmaydi. O'zi nima deydi? Motivatsiyaga suyangan odam, maqsadni hozir trendga yotib motivatsiya. Motivatsiyaga suyangan odam hech qanaqa natijaga erisha olmaydi deb o'ylayman, chunki motivatsiya bir bo'ladi, bir bo'lmaydi. Intizom. Ya'ni bizda ham masalan dars o'tganingizda bir entuziazm bilan o'tasiz, bitta guruhga mazah dars o'tasiz. 2 kundan keyin o'sha guruhga mazah dars o'ta olmaysiz. O'zimizda ham entuziazm tushib chiqib turadi-ku. O'shanga o'xshab. Motivatsiya bir bor, bir yo'q narsa. O'shanga unga suyangan odam yutqazadi. Nimaga suyanish kerak? Maqsad qo'yish kerak. Sabr, intizom, sabot. Shu bilan yutsa bo'ladi deb o'ylayman. Bu chet eldan kelgan motivatsiya, balobatlar degan balandparvoz gaplarni olib tashlash kerak. Bizning yoshligimizda hech kim motivatsiya degan narsani gapirmasdi. Ha, bu yangi atalgan haqiqat. Eng kuchli motivatsiya bir tayoq yo kamar bo'ladi. Shu darajada, ya'ni o'qishing kerak, o'qi, bo'ldi. Boshqa savol yo'q edi. Nimaga o'qishim kerak, nimaga erishaman degan narsalar kerak emas. Hozir bilmayman, yoshlarning fikrlashi o'zgarib ketganmi yo bizning fikrlashimiz boshqacha bo'lib qolganmi? Haqiqatan biz birinchi marta arab tilini o'rgangan boshlagan paytimizda birinchidan sertifikat degan narsa yo'q edi. Sefer sertifikat degan narsa yo'q edi. Men bitirayotganimda o'rganman. Keyin biz bir arab tilini o'rganishni boshlaganimizdan keyin bir yildan keyin eshitdik. B2 degan sertifikat bor ekan. U sabr haqida hali bilmaymiz ham. B2 nimadir? Ha, o'sha B2si bor o'qituvchi desa, "Voh, u katta ustoz bu, o'shanda bor ilm olishga" deyilardi. Vaqt o'tgan sari bolalar maqsad shu B2 deb qo'yadigan bo'lib qoldi. Eng qizig'i o'sha kulgili tomoni, o'sha B2 ga qiymat tushib ketdi. Oldin B2si bor o'qituvchi desa, "Bu katta ustoz ekan. Arab tilini zo'r o'rganib B2 olib chiqibdi" desa, "Voh, katta ustoz." Hozir B2si bo'lsa nima qilibdi? Support teacherlikka oldi. Shunaqa bo'lib qoldi. O'sha hali markazda ham e'lon berayotgan bo'lsa, C1 sertifikat, C1 plus deyishyapti-da, o'sha B2 kerak emas deyishyapti-da. O'quvchilar bo'lsa birdaniga hali hech narsa yo'q, hali na arabcha o'qishni bilmaydi, na tarjima qilishni bilmaydi. Maqsad birdan sertifikat. Ketdi, qanaqa bo'lsa o'shani olish. Xuddi sertifikat bir bilimning darajasini belgilab beradigan narsa. Ya'ni bir nisbiy narsa. C1 olgan rostdan C1mi aniq emas. B2 olgan rostdan B2 aniq emas. Ba'zi taxminlar bor edi, ehtimollik bor edi. Ehtimollik yuqori juda ham. Mana shu bitta shaxsiy savol, sizni fikrlash jihatingizdan odatda bir bolani sertifikatini qaragan paytingizda o'sha bolani endi baribir o'zingiz aytganingizdek B2 yozib bergan bo'lsa, haqiqiy B2 bo'lishi ham bo'lmasligi mumkin. Hatto undan tepa, undan past ham bo'lishi mumkin. Yoki C1 bo'lsa ham xuddi shunaqa. Bitta odamni sertifikatini olgan paytingizda o'zingiz uchun o'sha odamni haqiqiy darajasini bilmoqchi bo'lsangiz, aynan qaysi kategoriyasiga qaraysiz? Misol uchun 4 ta tanalda 5 ta kategoriya bor-ku. Aynan qaysi kategoriyasiga qarab turib, u odamni darajasini o'zingiz uchun baholab olasiz, misol uchun. Seferda buni imkoni yo'q deb o'ylayman. Tanalda endi agar qoidaviy bilimini bilmoqchi bo'lsam, mufrodatiga qarayman. Ko'pchilikda o'zim ko'rgan bo'lsa kerak, boshqalar bilan mufrodat juda past bo'ladi. Ki madrasada o'qib chiqqan bo'lsa teskarisi. Mufrodat juda past bo'ladi. Nahv kuchli bo'lgan hisobing. O'sha nahv sarfi kuchli yo'qligini shundan bilsa bo'ladi. Chunki o'ta juda ham amaliy savollar qo'yilgan. Ikkinchi ko'p qaraydigan narsam eshitish bilan yozishga ko'proq qarayman. Chunki tanalda eshitishida ma'nosini tushundingmi yo'qmi deb aniq qiladi. O'qishi endi ko'pchilik bila oladi. Eshitishi eplash sal murakkabroq o'tdi. Ya'ni savol qanaqadir beriladiki, umumiy gap bo'ladi, nima demoqchi. Shunaqa savollar ko'p tushadi-ku. O'shanga yaxshi arab tili baland odam bemalol eshitib tushuna oladi deb o'ylayman. O'shaning uchun eshitish bilan yozishiga qarayman. Yozish ham endi juda qisqa vaqtda yozib berish kerak. O'shaning uchun unisi ham rol o'ynaydi. Tanalda unaqa qat'iy strukturalarga qarashmaydi. Nima yozsa, yaxshi yozgan bo'lsa baland, yomon yozgan bo'lsa past chiqadi. Fikrini ifodalash yaxshi. Fikrini ifodalab bergan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni fikrini ifodalab berdimi yozib. Demak, yaxshi biladi.
degan xulosa qilaman. Ammo odatda siz bilan o'xshash jihatimiz ham, farqli jihatimiz ham bor ekan. Mufrodatiga qarayman, kitabasiga qarayman odatda. Istimo bilan qira'aga nimaga men uncha e'tibor bermayman? Baribir erta testda ehtimollik bor. Ya'ni avvalambor tushunsa topish aniq, lekin tushunmasdan turib ham ba'zan tavakkal hisobiga u ham yutib ketish ehtimol, bu yerda ham ehtimollik bor. O'shaning hisobiga men odatda kitabani yozish qismi bilan mufrodatlariga. Asli mufrodat ham o'zi test shaklida-ku, lekin o'tda tavakkalchilik ancha qiyin. Qiyin ancha. O'ynasa ham misol uchun bitta pog'onaga o'ynashi mumkin. Misol uchun B2 odam C1 yoki B1 bo'lishi mumkin, C1 odam B2 yoki C2 bo'lishi mumkin. Mufrodatda savol ham ko'p-da. Tavakkal qiyin ham ko'p tavakkalni yutib chiqish kerak. Anaqada 13 dan 16 dan 18 ta savol. Iste'mol, ya'ni eshitishdan. O'tdan bitta tavakkal qilsa ham ko'p ball qo'shib oladi. Arab tilini yangi o'rganish boshlayotgan o'quvchilarga qanaqa reja tuzishi, qanaqa yo'ldan yurishi maslahat bergan bo'lardingiz? O'zingiz boshingizdan o'tkazgan shaxs sifatida va o'qituvchi sifatida. O'zingizlarni oldingizga baland maqsad qo'yib olinglar birinchisi. Yuqori maqsad qo'ysanglar, yuqori maqsad qo'yinglar, uni qo'ymanglar. Просто o'rganyapman, tamom, assalom. Endi baland maqsad qo'yganingizdan keyin endi arab tili o'qitadiganlar hozir ko'p. Yaxshilab qidiring. Agar kimdir o'zini ko'p ortiqcha maqtayotgan bo'lsa, uni oldiga borib o'tirmang. Yaxshi mutaxassislar o'zini maqtab o'tirmaydi ortiqcha. Mubolag'aga o'rnab mubolag'a qilib o'tirmaydi. Shu keyin sonlarga aldamanglar. Deyman. Chunki nima deydik, bir xil o'qituvchilarni ko'raman, bir yilda masalan 700 ta o'quvchi o'qitdim deydi, 700 ta plyus ham bor. Qanaqa 700 ta o'qitish mumkin? Kuniga ikkitadan. Agar bir kunda bitta odam o'qitgan desangiz ham jismonan mumkin emas-da bu. Yoki u rostdan 700 ta o'qitib, 2 yildan keyin jinnixonaga kiradi, yo aldovat. Ikki xil yo'li bor. Shuni sonlarga aldanib qolmanglar. Keyin ko'pchilik hozir falon 100 ta B2 olgan, falon 100 ta bunaqa olgan deb ham gapirishadi. 2 kun o'qitgan bo'lsa ham o'quvchisi B2 olsa bo'ldi, meni o'quvchim deb oladiganlar bor. Markazda ham bor ekan shunaqa. Bu yoqda undan oldin qayerdadir o'qib kelgan qiziq emas ularga. U bechora 7 oy, 8 oy bitta o'qituvchidan tutgan, keyin kimdirga borgan, keyin bu yoqqa kelib prosta ikkita dars olib, B2 oldi, u sani xizmat emas-ku. Shuning misollarga aldanib qolmaslik kerak. Masalan, o'zimda ham 2,5 yilda 50 ta emasdi hali. O'zim noldan o'qitgan o'quvchilarim sertifikat olganlar. Qanchadir o'qib ketib, boshqa yerda o'qib olganlari ham bor yoki qayerdadir azincha o'qib kelib, keyin menda o'qiganlar ham o'zim boshdan oxirigacha o'qitib tayyorlaganlarim 50 taga chiqmaydi. Yaxshilab surishtirib, eski o'quvchilari boshqalaridan o'zini natijalari, o'quvchilar natijalariga qarab o'qituvchi tanlaylar. Va tanladinglarmi, yaxshi o'qituvchi tanladinglarmi, bo'ldi. U nima desa o'shani qilinglar. Sabot bilan, sabr bilan. Ko'p kuzataman, 1-2 oy o'qiydi, keyin o'quvchilar zerikishni boshlaydi. Nega zerikadi? Bir xil deydi zerikadi. Endi o'qituvchi bo'lib, men har xil narsa qilishga harakat qilaman, baribir o'qitish kerak-ku. O'sha narsani qilish kerak-ku. Shunaqa. Ya'ni qochib bo'lmaydi o'sha yerdan. Qochib bo'lmaydi. Shu matnni o'qishing kerak. Shu qoidani o'rganishing kerak. Boshqa variant yo'q. Shunaqa sabr qilib, o'sha bir xillikdan zeriksanglar ham sabr qilib dars o'qishinglar kerak. Shu yarim yil to'xtab qolmaydi. Juda ko'p kuzatamiz. Qanchadir o'qib, shu nimadir bo'ladi, minus bo'lib chiqib ketaveradi, to'kilib ketaveradi o'quvchilar. Keyin boshqatdan boshlaydi yana qanchadir o'qib, yana tashlab ketadi. Yana boshdan boshlaydi. 3 marta, 4 martalab boshlaganlar bor, lekin sanoq, ya'ni barmoq bilan sanab bera olmayman. Ikkinchi, 3 marta qayta boshlab, keyin oxirigacha borganlarni. Natijaga erishganlar. Juda ko'p o'sha bitta klubda aylanveradi. Sezonli. Anaqada. Davoronda. Shunaqa bo'lib qolmanglar. Yarim yo'l tashlab ketmanglar. Bugun tushunmayapsizlarmi, ertaga tushunarsizlar balki. Shu dars o'qirish kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Shu. Rahmat sizga yaxshi maslahatlar uchun, savollarimizga batafsil javob berganingiz uchun. Siz bilan alohida yana bitta mavzu bo'yicha kelishib qo'ydik. Mana shu uslub tanlash, so'z tanlash haqida. Bu mavzuda ham bitta alohida suhbat qilamiz. Inshaalloh yana bir keyingi ko'rsatuvlarimizda mehmonimiz bo'lasiz degan umiddamiz. Rahmat, salomat bo'ling.